Jannatda ustma-ust qurilgan xonalar bor ekan. U taqvodor bandalarga beriladi. U qizil yoqut, yashil zabarjat va oppoq durdan qurilgan bo'lar ekan. Jannat ahli u boloxonalarni xuddi ufqni sharqi yoki g'arbidagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib tomosha qilib o'tirar ekanlar. Bu dunyoda do'st bo'lib bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar qizil yoqutli ustunlar ustidagi 70 ming boloxonalarda bo'lar ekanlar azizlar. Alloh yo'lida do'stlashganlarning yuzidan chiqayotgan nurni, go'zalligini ko'rish uchun boshqa jannat ahllari yuringlar, Alloh yo'lida do'stlashganlarni ko'ramiz deb chaqirar ekanlar. Qachon ularni ko'rsalar, ularning husnlari, go'zalliklari jannat ahliga nur taratib turadi, xuddi dunyo ahliga quyosh nur sochgandek. Ularning ustilarida ipakdan bo'lgan go'zal liboslar bo'lar ekan. Ularning peshonalariga ular Alloh azza va jalla yo'lida bir-birlarini yaxshi ko'rganlar deb yozib qo'yar ekan. Azizlar, bu dunyoda hadeb bir-birimizni g'iybat va ig'vo qilib, bir-birimizni ranjitib yurgandan ko'ra bir-birimizni yaxshi ko'raylik-da, jannatdagi mana shu ne'matlarga musharraf bo'laylik.